Ko'rdingmi, bankdan chiqyapti. Boramiz, shuni bosamiz, bo'ldi. Pulini olaman-ku. Chiki baba deyman. Qodir mo'l sig'mayapti. Nima sig'maydi? O'layga sig'mayapti. Ha, Xonsaroyda 1+1 aksiyasi bo'layotgan ekan. Agar bitta uy sotib olsang, yana bitta uy yutib olishing mumkin ekan. Tushunyapsanmi? O'shanga hozir boryapman. Xonsaroyda uy olgan. Ha, akalar tinchlikmi? Sen bankdan chiqyapsan, senda katta pul bor. Nima bo'ldi shunda? Ash pul bermasang, hozir bolalarim masalani hal qiladi. Aka, sizlar bilan po'lat o'ynashga vaqti yo'q. Akalar qochinglarman o'tay. Tush. Qodir mo'l sig'mayapti. Ha, bolani hal qilamizmi, yo'qmi? Qidiruvdan tanib qolsa problema. Ha? Ay quloqni tortma. Nima gap, akalar? Chekroq o'tir.